Shoshilinch! O'zbek shou biznesida yana bir shov-shuvli mavzu kun tartibiga chiqdi. Mashhur aktrisa va bloger Feruza Narmatova oilasi bilan bog'liq yangi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa uning turmush o'rtog'i Olloyor bilan bog'liq tarqalgan ma'lumotlar ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugungi mavzu Feruza Narmatovaning oilasi atrofida tarqalgan yangi xabarlar va ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar haqida. So'nggi kunlarda internet sahifalarida tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Feruza Narmatovaning turmush o'rtog'i Olloyor yana bir bor ota bo'lgani aytilmoqda. Aynan shu xabar qisqa vaqt ichida minglab foydalanuvchilar orasida tarqalib ketdi va turli savollarga sabab bo'ldi. Aytilishicha, yangi tug'ilgan chaqaloqqa Xolid ismi qo'yilgan. Tarqalgan ma'lumotlarda bolaning Olloyorning boshqa oilasida dunyoga kelgani haqida ham gapirilmoqda. Ammo hozircha bu ma'lumotlarning barchasi rasmiy tarzda tasdiqlangan. Bu esa turli taxminlar yanada ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Endi savol tug'iladi. Nega mashhurlar bilan bog'liq har bir xabar bunchalik katta rezonansga sabab bo'lmoqda? Mutaxassislarning fikricha, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar mashhur insonlarning shaxsiy hayotini omma markaziga olib chiqmoqda. Natijada oddiy oilaviy masala ham keng muhokamaga aylanishi mumkin. Feruza Narmatova bilan bog'liq vaziyatda ham aynan shu holat kuzatilmoqda. Ayniqsa, aktrisaning shaxsiy hayoti avval ham internet foydalanuvchilari tomonidan ko'p muhokama qilingan edi. Shu sababli yangi xabarlar yana katta qiziqish uyg'otdi. Ba'zi foydalanuvchilar bu rostmi, Feruza Narmatova bunga qanday munosabat bildiradi degan savollarni yozmoqda. Yana ayrimlar esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har bir ma'lumotga darhol ishonmaslik kerakligini aytmoqda. Bu juda muhim nuqta. Chunki hozircha tarqalgan ma'lumotlarning ayrim qismlari tasdiqlanmagan. Shu sababli aniq xulosa chiqarishga hali erta. Ammo bitta narsa aniq. Bu mavzu bugungi kunda o'zbek shou biznesidagi eng ko'p muhokama qilinayotgan voqealardan biriga aylangan. Yana bir qiziq jihat shundaki, internet foydalanuvchilari ushbu voqeani boshqa mashhurlar bilan bog'liq oldingi mojarolar bilan ham taqqoslamoqda. Ayniqsa, Shahlo Salayeva bilan bog'liq avvalgi muhokamalar yana esga olinmoqda. Bu esa shou biznes olamidagi har bir voqea bir-biriga ulanib ketayotganini ko'rsatmoqda. Yana bir savol paydo bo'lmoqda. Mashhurlar shaxsiy hayotini ommadan qanchalik yashira oladi? Bugungi internet davrida har qanday video, surat yoki oddiy gap ham bir necha daqiqada minglab odamlar orasida tarqalib ketishi mumkin. Natijada mashhur insonlarning hayoti doimiy kuzatuv ostida qolmoqda. Feruza Narmatova bilan bog'liq vaziyatda ham aynan shu jarayon kuzatilmoqda. Ko'pchilik aktrisaning keyingi bayonotini kutmoqda. U ushbu xabarlarni tasdiqlaydimi yoki barchasi oddiy mish-mish bo'lib chiqadimi? Bu savollarga hozircha aniq javob yo'q. Ammo internetdagi muhokamalar tobora kuchaymoqda. Ayrim foydalanuvchilar oilaviy masalalarni ommaga olib chiqmaslik kerakligini aytmoqda. Boshqalar esa mashhurlar hayoti ommaviy qiziqish uyg'otishi tabiiy ekanini ta'kidlamoqda. Bu esa yana bir muhim masalani ko'rsatmoqda. Mashhurlik bilan birga shaxsiy hayot baxtsizligini saqlash tobora qiyinlashmoqda. Xulosa qilib aytganda, Feruza Narmatova oilasi bilan bog'liq ushbu yangi xabarlar hali uzoq vaqt davomida muhokama qilinishi mumkin. Hozircha rasmiy izohlar kam bo'lsa-da, internet foydalanuvchilari ushbu mavzuni faol kuzatishda davom etmoqda. Kelgusida aktrisaning o'zi bu masalaga qanday munosabat bildiradi? Tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanadimi? Bu savollar yaqin kunlarda yanada oydinlashishi mumkin. Qadrli tomoshabin, siz bu vaziyat haqida qanday fikrdasiz? Mashhurlar shaxsiy hayoti ommaga bu qadar ochiq bo'lishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va eng muhimi, eng so'nggi va ishonchli shou biznes yangiliklarini kuzatib borish uchun Tezkor axborot kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang.